PHP'ga siz OpenWidget bot ochishni ko'rsataman. Qidiruvga kirib, o'z bot yasovchi deb qidirasiz. Mana bu bu yilda kirasiz, boshlash, bot ochish, kanalga obuna bo'lasiz, tekshirish. Bot ochamiz, yangi bot ochish, OpenWidgetga. Hop, mana hozir ikki xil bot bor. Bittasini bosib ko'rasiz. Mana bu namunasi, narxi, keyin tavsifi berilgan. Yaxshilab tekshirib, o'qib ko'rib, namunaga kirib ishlatib ko'rasiz. Hop, bot ochish, balans orqali. Hozir balansimiz to'ldirilmagan, hisobimiz 1000 so'm. Hisobni to'ldirish kerak. To'lovlarga o'tib, pul kiritishni bosasiz. Keyin mana bu karta raqamga to'lov qilib, to'lov qildim deb bosasiz. Yosh kiritgan pulingiz summasini yozasiz. 25.500 so'm ochamiz hozir. Hop, to'lov chekini yuborasiz. To'lov chekini jo'natdim. Hop, mana bunday xabar chiqdi. Admin tasdiqlash bilan hisobingizga tushadi. Admin tasdiqlashini kutasiz. Mana admin tasdiqladi. Hisobimiz 25.000 so'mga to'ldirildi. Kabinetga kirib balansni tekshiramiz. Sizning balansingiz 26.000 so'm. Hop, agar hisobni to'ldirib yurmayman desangiz, pul ishlab topaman desangiz, mana pul ishlash bo'limidan pul ishlasangiz bo'ladi. Takliflar: bitta do'stingiz 2000 so'mdan beradi. Guruhlarda guruhga a'zo qo'shasiz. Har bir a'zoga 500 so'mdan beradi. Bu ham qo'shimcha o'yinlar. Hop, bot ochish, yangi bot ochish, OpenWidget, admin panelli botni yaratish. Tavsiyasini o'qib chiqing yaxshilab. Botga kiritgan pulingizni keyin qaytarib ololmaysiz. Balans orqali ochamiz. Hop, mana tokeningiz so'rayapti. Tokenni bot hozir qo'shib yoziladi. Galchkasi borga kirasiz. Token olish ekan. Hop, bu yerdan botingizni boshqarsangiz bo'ladi to'liq. Hozir bizga mana bu qismi kerak. Hop, new bot. Botingizning ismini so'rayapti. OpenWidget. OpenWidget. Hop, botingizga nom bering deyapti. Username so'rayapti. Username oxir bot bilan tugash kerak. OpenBot. Kechirasiz, bu user band deyapti. Boshqa user kiritasiz. Mana hech oldin ishlatilmagan bo'lishi kerak, toza bo'lishi kerak. Hop, open 9012 bot. Mana toza bo'ldi. Lozim kiritdik. Mana bu qismini kopirovat qilib olasiz. Mana raqam bilan boshlanadi. O'zi ustiga bossangiz kopirovat bo'ladi. O'z bo'ylarga shuni tashlaysiz. Bo'ldi. Uzoq 2 minutda botingiz tayyor bo'ldi degan xabar keladi. Mana botingiz tayyor bo'ldi. Hop, mana botga o'tishni bosasiz. Hop, bo'ldi, tayyor. Botingiz ishlayapti. Botga qo'shilgan har bir foydalanuvchini bildirishnoma keladi. Hop, tugmalari bor. Hammasi to'liq ishlaydi. Hop, ovozni o'zgartirish. Botga panel buyrug'ini yuborasiz. Keyin admin uchun admin paneli ochiladi. Statistikani ko'rasiz. Statistikada botning foydalanuvchilari, ovozlari soni. Keyin yangilab tursangiz bo'ladi. Xabar yuborish, bu
barcha foydalanuvchilarga xabar jo'natadi. Yuborilgan foydalanuvchilar botni bloklagan foydalanuvchilarga yubormaydi. Shuni ham ko'rsatadi. Keyin ovozlarni sozlash. Ovoz beriladigan joyda havolasi saytnikini bu yerdan o'zgartirasiz. Telegramnikini bu yerdan o'zgartirasiz. Xo'p, narxlarni sozlash. Ovoz narxi, referal narxi, minimal narxini sozlaysiz. Kanallarni boshqaruvda to'lovlar kanalini sozlaysiz. To'lovlar kanalini sozlaysiz. Pulda boshqa joy o'zgartirib olmaysiz. Keyin qo'shimcha joy xatoliklar chiqsa adminga murojaat qilasiz. Start. Ovoz berish. Bo'ldi, bot ishlayapti mana. To'liq hammasi. Shunday qilib ochasiz botni. O'z bu yerlarda botingiz ishlamay qolishi mumkin ba'zida. Unda ma'lumotlar, murojaat, texnik yordam degan bo'limlarni bosasiz. Murojaat yuborsangiz bo'ladi. Murojaatingiz mazmuni masalan bot ishlamadi. Endi botingiz ishlamaganini yozasiz, qayerda ishlamadi, qanday ishlamadi, shu haqida ma'lumot berasiz. Bo'ldi, adminimiz sizga xabar jo'natadi yoki lichkangizga yozadi. Keyin premium bo'limi mavjud botimizda. Premium sotib olsangiz botlarimiz 50% chegirmada xarid qilsangiz bo'ladi. Premium narxi 10 ming edi hozir. Yoz narxi 30 ming so'm ekan. Hop, mana bu premium uchun imkoniyatlar yozilgan. Nimalar, qanday imkoniyatlar bo'lishi. Keyin bot ochganingizdan keyin botlarni sozlash bor. Hozir bitta bot ochdik, o'sha bot mana bu yerda ko'rindi. Hop, bu yerdan botingizni yangilab tursangiz bo'ladi. Masalan, ishlamay qolishi mumkin birdan. Shu yangilashingiz mumkin. Shu botni birovga o'tkazib berishingiz mumkin, sotishingiz mumkin. Hop, qo'shimcha sozlamalar bor. Pulingizni o'chirib tashlashingiz ham mumkin. Pulingiz qaytarilmaydi lekin. Xullas, shu botingiz ishlashiga kafolat beramiz, qotib qolmaydi. Bemalol 10-15 minut odamgacha ishlab beradi. Keyin adminga yozsangiz, serverni ko'tarib beradi pulga. 15 gacha javob beramiz. Shu, boshqa joy qolmadi. Qo'shimcha savol bo'lsa, adminga yozib qo'yasiz. Kanalda adminni topasiz. Mana admin lichkasi yozasiz.